Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabındaki dersimizdeki devamında bugün Peygamberimiz Ali radhiyallahu anhuga qandaq dualarni qilgan degan mavzuda so'zlamoqchi. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh sahabalardan Ebi Seriha yoki Zeyd ibn Arqam. İkki sahabaning birisi rivoyat qilgan bir hadisida Peygamber sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Men kimning mavlasi yani hocisi bo'lsam, elimi şu adamniki hocisi bo'la oladi o. Elimi şu adam yani hocadır, ustazdır deb shunaq degan dedi. Bu hadisni İmam Ahmed Ali radhiyallahu anhudan, Ebu Eyyub el-Ensari'den, Zeyd ibn Arqam'dan, Amr ibn Zumurra'dan, Ebu Ya'la degan kişi Ebu Hureyre'den, İmam Tabarani Abdullah ibn Ömer'den, Malik ibn Huvayris, Ubeş ibn Cunade, Cerir, Sa'd ibn Abi Waqqas, Ebi Sa'id el-Khudri, Enes, Bezzar diyen alim, hadis alimi, Abdullah ibn Abbas'dan, Umar'dan, Bureyde'den. Onun köpüncüsü de tövendeki aşırma rivayet mi mevcut? Ey Allah, elini yaxşı görgen kişini sen mi yaxşı görgen, elini düşman görgen kişini sen mi düşman görgen deb dua qilgan dedim. Demek bu hadislarniki şu Ali radhiyallahu anhu haqidagi şu men kimning mevlasi ustazi, hocası bo'lsam, elim şunun hocası degan hadisni demek sahabalardan mı hadis ravi qilgan rivayet qilgan ravilarmi nayet ko'p salmoqni egallayotgan. İmam Ahmed yani shundaqla Abi Tufayl degan kishi rivayet qilib, Ali radhiyallahu anhu buyursa kishilarni shunday bir sanik jig'ibdi-da, sanik jig'ib ularga mundaq debdi. Men Alloh bilan sizlardan shuni talab qilaman, kim har qanday bir musulmon Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da özü Müslüman deb o'ylasa, G'udayr xum kuni nima degan deb biqinglar deb shunda o'rnidan turibdi Ali radhiyallahu anhu. 30 dak odam qo'pib biz guvohlik berdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam shu kunsi tuvandik so'zini degan. Kim meni o'zining mavlasi, hojisi, ustozi, rahbari deb o'ylasa, elim şu kişi ustazdır, rahberdir. Ey Allah, elini yaxşı görgen kişini yaxşı görgen, elini yaman görgen kişini sen yaman görgen deb dua qilgan. Bu G'udayr xum degan hamda şu Peygamber sallallohu alayhi vasallam eng oxirgi hajda Madinaga, Makkadan Madinaga qaytib kelayotgan vaqtida Hijriyaniki 10-yili şu Zulhijjaniki oxirgi mezgillari, 18-yil kunlari bo'lsa kerak. Shu kelgan vaqtida Yemen'e evetken Peygamberimiz şu hecden burun elini Yemen'e evetken. Hecge uygurub Ali radhiyallahu anhu bir türküm kişilerden kelgen. Ali radhiyallahu anhu'nu bir türküm şu vakit kişiler Peygamberimizge çaqqan. Çaqqandaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hecden qaytib şu G'udayr xum degan o'rinning ismi, joyning ismi bu. Mekke ile Medine'deki o'rtasida joylashgan Juhf degan rayonda. Shu kelgan vaqtda Peygamberimiz şu dualarni qilgan, bu so'zni qilgan. Ondan başka hem de Allah'ın Resulü yaxşı ko'radigan 4 adam haqida İmam Tirmizi ve Hakim Sahih degan hadis, Buraydatul Aslami degan sahabe rivoyat qilib, Peygamber Aleyhissalatu vesselam shunday degan. Allah Taala meni 4 adamni yaxshi ko'rishimni buyurdi dedi. Hem shundaqli menga o 4 adamni yaxshi ko'radiganligini menga bildirdi. Savol so'ralib Resulullah'a deyilibdi-da, ya Resulullah ularning ismini atab bergan bo'lsalar degan vaqtda Peygamberimiz ularning qatorida Aliba deb 3 qatim dedi bu gapni. Ebu Zerba, Miqdatba, Salmanul Farisi. Mana mushu 4 sahabe deb Peygamber sallallohu alayhi vasallam bildirgan. Hadis alimlaridan İmam Tirmizi, İmam Nesai, İbn Majah qatorliq hadis alimlari Hubish ibn Junada degan kishidan hadis rivoyat qilibdi. Bu kishi deydi: Peygamber sallallohu alayhi vasallam bir kuni yani Ali menden, men Ali'din. Yani bular ayrılmaz bir parçalar. Mushalatda Ali'ni sifatlagan. İmam Tirmizi shunaqla Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu rivoyat qilib, Peygamber sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan vaqtida asosan sahobalarni bir-biriga og'ayna do'st qilib qo'ydi-da. Shunda Ali nayati ko'zi yig'ilgan, yashan urgan holatda kelib dediki, ya Rasululloh, asosiy sahobalarni sizlar bir-biriga og'ayna do'st qilib qo'ylar. Men hech odam bilan bir og'ayna do'st qilib qo'ymalar degan vaqtida Peygamberimiz shunday degan. Sen mening dunyodami, oxiratdami do'stumsan, og'aynamsan deb shunday sifatlagan. Bu hadislarning hammasi Ali radhiyallahu anhu'niki fazilati bayon qilingan mazmundagi hadislar.
İmam Müslim rahmetullahi aleyhi radhiyallahu anhu rivayet qilgan bir hadisda Ali radhiyallahu anhu shundoq degan: "Danni yerda yerib undirgan, jalliqlarni yaratgan Alloh bilan qasamki, bu savassiz payg'ambarimiz menga shundoq bir vasiyat qoldirdiki, men faqat mu'min odam yaxshi ko'rdi, men o'ch ko'rdiganlar faqat munofiqlardir" degan. Bu payg'ambarimizniki degan so'zi. Bu adam savassiz payg'ambar deb sifatlashga sabab hamda payg'ambarimizga nisbatan savassizlik bir karomat, bir hurmat u Rasulullohga nisbatan bir, lekin boshqa rasullardan boshqa odamlarga nisbatan bir kamtulik. Payg'ambarimizningki bir komil kamolatga yetgan bir inson ekanligining tasviri payg'ambarimizning savassizligi. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyhi Ebu Said el-Hudri degan sahabe rivoyat qilgan bir hadisda biz munofiqlarni elini uch ko'rgan sababidan bu munofiqkan deb mushtaq to'nulatdik deb musbatlagan. Bu so'zni İmam Bezzar Tabrani qatorli hadis olimlari Avsat nomli kitobida Jabir ibn Abdullah degan sahobadan rivoyat qilgan Ebu Said el-Hudridan boshqa. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyhi ve Hakim qatorli hadis olimlari Ali radhiyallahu anhu'nun o'zidan hadis bayon qilib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday degan: "Men ilmning shahri, Ali u shaharning darvozasi" degan. Bu hadis o'zi hasan hadis, to'g'ri qarashda deyilganda bu hasan hadis. Hasan hadis degan shu hadis ilmidagi hadisning darajasini bildiradigan bir atalg'ular. Sahih hadisdan tuvan turadigan bir daraja bu. Hakim sahih deb rivoyat qilgan bu hadisni. Amaliyotda sahih emas darajasi. Mavzu emas. Hatta bu hadisda bir qism olimlar Ibn Javzi, İmam Navaviy mavzu degan ekan. Bu hadisninki avvalini mavzu hadislarga nisbatan agashma yoki ilova degan kitobimda bu hadisninki avvalini to'liq bayon qilib o'tdim. Hamda Hakim o'zi ham sahih degan o'z rivoyat qilgan bir hadis var Ali radhiyallahu anhu'dan. Ali radhiyallahu anhu shu vaqtda shunday deganki, meni payg'ambar alayhisolatu vasallam Yamanga avatgan vaqtida dedim, men ya Rasululloh, men bir yosh bir bola tug'sam, bir Yamanga avatibotdilar. Men ularning orasida qandaqmi bir sotchi bo'lib hukm qila olaman. Bu sotning qazoning nimaligini bilmasam degandan keyin payg'ambarimiz muborak o'zining qo'li bilan mening maydamga urib qo'ydi. Ondan dediki: "Ey Allah, Alining qalbini hidoyat qilgin, uning tilini mustahkam, mazmut qilgin" deb duo qildi. Azbiroy xudo mushdanni yerib undigan Alloh bilan qasamki, men undan keyin bir ikki odamning orasida bir masalalarni hukm qilgan vaqtimda bir gumonlik yoki shak shubha qilib boqmadim. Yana shu darhol o'zining to'g'risini topa oldim deb shunday deydi. Bu mu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki Aliga bergan bir mo'jiza sovg'atlardan biri. Endi Ibn Sa'd rahmetullahi alayh bu biz necha qatim dedik, bu eng cho'ng katta tarixchida. Bu adam Ali radhiyallahu anhu rivoyat qilib, bu odamga deyilibdi-da Ali radhiyallahu anhuga. Bu sen bu payg'ambarimizniki sahobalari ichida ko'p hadis rivoyat qilgan odam kelsa, bu avvalini bir tushuntirib qo'ysang degan vaqtida bu odam debdiki, men payg'ambarimizdan savol so'rsam menga darhol javob beradi. Shu to'g'riliq menga xabar beradi. Agar men savol so'ramay jim turgan bo'lsam, Rasululloh o'zi boshlab o'zligidan menga gap qilib beradi deb shunaqa bu bayonlarni bergan. Tövendeki bu bölümde Ali radhiyallahu anhu başka kişilerine nisbeten hem ilimde hem sot babıda nayeti pişkan, talantlı adam deydi. Bu nimişka diye vaxtıda Ebu Hureyre radhiyallahu anhu rivayet kılınan bir sözde Ömer ibn Hattab radhiyallahu anhu Ali müşsahablarının içinde bizimki en yaxşı, en evzel sotçimiz idi deyip bana tasvirlegen. İmam Hakim Abdullah ibn Mes'ud radhiyallahu anhu rivayet kılıp biz Medine ehli Ali radhiyallahu anhu hemmimizinki en yaxşı, en bilimlik sotçimiz dep şundak gap qilishadiq deydi.
Demek bu Medine ehlinin öz devrinde Ali radıyallahu anhu'ga bergen bu türlük bahaları. İbn Sa'd Abdullah ibn Abbas'ın bir sözünü bayan kılıp bu kişi deydi bizge birer işencilik bir adam Ali radıyallahu anhu'niki bergen birer fatavasını sözlep berse biz o fatavadan chetnep ketmeydik. Derhal biz onu qabul qilatdik deb mandaq musbatlagan. Endi yana İbn Sa'd Said ibn Musayyib'de rivayet qilgan bir mazmunda Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu Allah'tan davamlıq panah tilaydiganda bir qiyinchilik masalalarga yo'l qo'yishdan. Yani Ali radıyallahu anhu yo'q bir sorun bo'lib qolishdan, qiyin bir masalaga duch kelib qolishdan, Ali yo'q holatda shu holatlardan aytib panah tilaydigan. Demek Ali radıyallahu anhu şu sahabalarning ichida shu davrda o'ziga yoshga bakmay, xili pishqon, ilimlik, bilimlik, tadbirlik bir odam ekanligi bundan ko'rinib turibdi. Ya'ni İbn Sa'dning ma'lumotida hech qanday bir sahabe menda savol so'ranglar demaydi ekan. Lekin Ali o'ziga bo'lgan shay, o'ziga bo'lgan bir talant qarab menda so'ranglar deb bunda keskin oldiga chiqadi ekan. İbn Asakir Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu rivoyat qilgan yana bir ma'lumotda Medine ahlining ichida shu vaqtida merosni eng yaxshi biladigan, hukmga oid usta, eng yaxshi so'tchi Ali ibn Abu Talib edi degan bahona bergan. Ayşe radhiyallahu anha rivoyat qilgan bir bayonotda Ali radhiyallahu anhu'niki gap chiqib, Ayşe onamizning qishida Ayşe anamiz debdiki, mushu Medine qilib qolgan kishilar sahobalar ichida sunnatni, hadisni nihoyat yaxshi biladigan odam deb sifatlagan. Masruq degan olimniki deyishicha, payg'ambarimizningki mushu sahobalar ichida mush ilm 4 odamga jo'glashgan. Biri Umar, bir Ali, bir Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Ayyash ibn Abi Rabi'a bu kishi shunday deydi. Asli bu odam buni bir masala so'rab kelgan, Ali to'g'riliq bir avval so'rab kelgan kishiga bunda javob shaklida degan mazmun asli. Buni sal qisqartiribdi. Bu kishi deydi, Ali xolisang ilm babida nihoyat keskin bir iziq kishdi deydi. Ya'ni nihoyat mazmut, nihoyat chin ilmda. Shunday bir odam edi. Cemiyeti, ailesi, urug' tuqqanlarga nisbatan nihoyat ichilib, yeyilib, kang qo'l edi. İslamda burun musulmon bo'lgan odam edi. Payg'ambarimizga kuyol bo'lgan bir sharafli zot edi. Sunnatni nihoyat yaxshi biladigan, yaxshi tushunadigan odam edi. Urushda nijotkor palvon edi. Malga nisbatan nihoyat sehi mard edi deb sifatlagan. İmam Tabrani o'zining Avsat nomli kitobida, lekin ojizroq bir rivoyat bu. Jabir ibn Abdullah'da rivoyat qilib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday degan, kishilar turli daraxtlardan bo'lsa, men bilan Ali bir daraxtdan deb sifatlagan. Demak bu Ali radhiyallahu anhu'niki turli mazmunlarda kelgan fazilatlardan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.